o'ziga bo'lgan samootsinka, ya'ni ishonchni pastligini bir daqiqada ko'tarib qo'yamiz. Demak, boshladik. Diqqat bilan eshiting va so'zlarimni qaytaring. Qabul qilaman, tan olaman, qachondir meni o'zimga bo'lgan ishonchimni cheklaganman va o'sha cheklagan daqiqa, kunimdan boshlab ishlayotgan bu past samootsinkani bekor qilaman. Qabul qilaman, tan olaman, agarda qachondir meni ajdodlarimda o'ziga bo'lgan ishonch juda yuqori bo'lganligi uchun tilga tushib ketib yoki kaltayib yoki gap bo'lib ketgan bo'lsa va o'zini ko'rsatmasdan spokойно bir chekkada yursa, boshi tinch bo'lganini ko'rgan bo'lsa va shuning uchun ham o'zini ko'rsatishdan, o'zini namoyon qilishdan, o'zini olib qochish meni ajdodlarimda bo'lsa, men bu darslardan, bu dasturlardan voz kechaman. Bu meni dasturim emas va va'da beramanki, hattoki ajdodlarim shunaqangi bo'lgan bo'lsa-da, men lekin o'zimni namoyon qilishga tayyorman va ularni a'zosiligimcha qolaveraman. Garchi ularni xohishidagi bo'lmagan bo'lsam ham, ya'ni ular kamtarin bo'lish, o'zini namoyon qilishdan qochgan bo'lsa, lekin men samotsinkam ko'tarib o'zimni namoyon qilishni xohlab buni davom ettirsam ham, men ajdodlarimni davomchilikda davom etaveraman, davomchisi bo'lib qolaveraman. Qabul qilaman, tan olaman, meni o'zimga bo'lgan sog'lom samootsinkam juda yuqori va insonlar bilan munosabatim ham a'lo darajada. Ana endi chuqur nafas olib chiqaramiz va nimani his qildingiz? Agar yengillikni his qilgan bo'lsangiz, bu juda ham zo'r ishlabdi degani, buni qayta-qayta takrorlang va boshqa mana shu narsalarni, samootsinkani aslida qachon sizga shunaqa bo'lib qolganini bilishni xohlasangiz, unaqada shaxsiy sessiya taklif qilaman va 20-dekabr yangi orzular kursimizda biz samootsinka, munosabat, pul dasturlari hammasi bilan ishlaymiz. Hoziroq bizga murojaat qiling.